Dasturimiz davom etadi. Qishloq xo'jaligi aholi farovonligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Sohada innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, zamonaviy yondashuvlar asosida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda dehqon va fermerlarni har tomonlama rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yil ham agrar tarmoqni rivojlantirish maqsadida qator yangi imkoniyat va imtiyozlar taqdim etildi. O'zbekiston Fermerlar kengashi tomonidan tashkil etilgan amaliy seminarda ta'kidlanganidek, davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq paxta va bug'doy yetishtiruvchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi moliyaviy imtiyozlar joriy etilmoqda. Hujjatga ko'ra, 2026 yil hosilidan boshlab fermerlar va klasterlarga kredit foizlarining bir qismi davlat tomonidan kompensatsiya qilib beriladi. Shuningdek, bu yildan boshlab Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan bir qator kreditlar bo'yicha foiz to'lovlari kompensatsiya qilinadi. Jumladan, paxta xomashyosini yetishtirish uchun ajratilgan imtiyozli kreditlarni shartnomada belgilangan muddatda qaytargan xo'jaliklarga ushbu kreditlar bo'yicha to'langan foizning 2,5% punkti qoplab beriladi. 2025-yil o'tgan hosilda ham shu narsa paxta uchun ajratilgan edi. Shaxsiy men o'zim o'sha imkoniyatdan foydalandim. Mablag'imizga sezilarli darajada mablag'lar qo'shilgan. Daromadimizga sezilarli darajada daromad qo'shilgan. Bu yil ham paxta ham g'allaga ajratildi. Fermer xo'jaliklari, klasterlar va sohaga doir ilmiy tadqiqot institutlari vakillari qatnashgan tadbirda Prezident farmonining mazmun mohiyati to'liq tushuntirildi. Berilgan savollarga batafsil javob qaytarildi.